Hammaga salom. Men ismim Saida, bu mani Amerikadagi hayotimiz haqidagi vlogim. Bugungi videomda men sizlardan kelgan savollarga javob bermoqchiman. Savollar shunaqa: qanaqa qilib Amerikaga kelganim haqida birinchi, keyin bo'lsa Amerikaga kelishga qo'rqmaganmisiz degan savol. O'sha tipa 16 yil oldin yosh qiz paytim Amerikaga ketishga bitta o'zingiz qo'rqmaganmisiz deb savol berishdi. Amerikada hozirgi kunda nima ish qilasiz, nima ishlar qilgansiz, qayerlarda o'qigansiz, ishlagansiz deb savol berishgan. Nimaga Amerikada yashayapmiz, Amerikani nimasi sizlarga yoqadi deb so'rashgan. Birinchi kelganim haqida aytadigan bo'lsam, man o'qishga kelganman, til o'rganishga kelganman. O'sha qo'rqmaganmisiz ketishga degan savolga man shunga qo'shib javob bermoqchiman. Mani viza olishim uchun o'sha hamma protsesslar bu yoqda o'qishga kirish kerak edi. O'qishga kirgandan keyin o'qishni pulini to'lanishi kerak edi. U o'qish qanaqadir qog'ozlar beradi. U qog'ozlar bilan man Toshkentda doполнительно yana qanaqadir qog'ozlar yig'ib, keyin posolstvoga vizaga kirish kerak edi. O'sha весь этот protsess menga Amerikada, Los-Anjelesdan bitta русскоязычный armyanka ayol, advokat menga mana shu protsesslarni hamma narsani qilib bergan. Естественно, pul evaziga. O'shanda уже mani qayerga kelishim, nima qilishim, kelganimdan keyin qayerda yashashimgacha man posolstvoga ko'rsatganmanmi. O'shani evaziga как бы manda уже kelganimdan keyin qiladigan hamma narsalar har bitta po polочкам taxlangan o'zi, har bitta kunim degandek даже. Qolaversa kelganimda mani advokatim kutib chiqadigan edi. Menga umuman опасность yo'q edi u yerda. O'shaning uchun ham spokойно kelganman. Yoki siz boshqa ma'noda qiz bola chet elga chiqsa qanaqadir bir yomon erkaklar приставать qiladi degan ma'noda yozganmisiz bilmadim. Agar u ma'noda yozgan bo'lsangiz-ku, это вообще Amerikaga aloqasi yo'q. Amerikada unaqa narsalar absolutно yo'q. Bu yerda настолько ko'chada hech kim gap otmaydi, hech kim приставать qilmaydi. Настолько, что bu yerda даже odamlar ko'chada tanisha olmaydi. Masalan, bironta bir qiz yoq qolgan taqdirda ham mabodo даже уже хорошим намерениями deydimi, kelib gapira olmaydi. Bu yerda unaqa narsa yo'q. Chunki polis chaqirib, u bolani ustidan report qilib yuborishi mumkin. U narsa уже судебный ish. Bu yerda unaqa narsalar normalniy holat emas. Agar shu ma'noda so'ragan ishlagan joylarimni aytib o'taman desam, man oxirgi ishlagan joyim bankda ishlaganman. Citibankda IT departamentda QA tester bo'lib ishlaganman. Где-то 1 yil ishladim. Undan keyin беременный bo'lib, kichkina o'g'lim bilan уже qolib ketdim. Undan oldin salonda ishlaganman. Salonda ham bitta 1 yil ishlaganman. Kam ishlaganman. Unda ham ko'p ishlamadim, chunki u paytda ham katta o'g'limga беременный bo'lib qolib ketganman. Lekin salonga ishlash uchun ham man 1,5 yil o'qiganman. Bu yerda siz masalan birovga shogirdga tushib, borib salonda ishlay olmaysiz. Salonda ishlashingiz uchun ham siz litsenziya olishingiz kerak. Litsenziya uchun определенный soat o'qib berasiz. O'qiganingizdan keyin State boardda test topshirasiz. Bizlar shtat 1,5 ming soat требовать qilar edi. Man Paul Mitchell degan beauty school bor. O'sha shkola красоты. O'sha yerda o'qiganman 1,5 ming soat. Undan keyin State boarddan test topshirib, litsenziya olib, keyin bu yerda salonda ishlaganman. Ulta salonda, magazinning ichida salon qilingan orqasida. Shunday yaxshi joy, amerikanskiy salon. O'sha yerda men где-то 1 yil ishlaganman. Salondan oldingi ishim bo'lsa, Русский magazinda Los-Anjelesda kassada ishlaganman. Kassir bo'lib ishlaganman. Los-Anjelesda Сказка degan magazin bor edi. Hozir ham bormi yo'qmi bilmayman. Agar kimdir Los-Anjelesdan meni ko'rayotgan bo'lsa, man o'sha yerda где-то 1 yil ishlaganman. U paytlar ham o'sha maza paytlar edi. Magazinda o'zi вроде бы oddiy professiyada ishlaganman. В смысле oddiy joy, oddiy ish, lekin русскоязычный kollektiv bo'lganiga вообще maza ish edi. Мне кажется, уже hamma Amerikadagi ishlarim ichida eng zo'ri o'sha eng oddiy ishim edi. O'sha yerda maza qilib ishlaganman. U yerdan ketganim sababi уже erimga turmushga chiqib, Chikagoga oldilariga kelganman. Уже o'shani sabab ketganman. Mana shu qilgan ishlarim, mani ishlagan ishlarim. Amerikaga kelib hamma уборка qiladi. Amerikaga kelib hamma там judayam yomon qora ishlarda ishlaydi degan gap bu noto'g'ri. Agar sal-pal дополнительный til, даже o'sha paytda Los-Anjelesda mani ingliz tilim umuman nol edi. Shunday qiynalar edim. Chunki men birinchi kelgan paytim ingliz tilini yaxshi bilmaganman. Praktiski bilmaganman, umuman bilmaganman desam bo'laveradi.
Lekin rus tilim yaxshi. Mani u как бы rus tilim yaxshi bo'lganini evaziga mana русскоязычный magazinda ishlaganman. O'shaning uchun aytmoqchiman, что salginagina bir yo'lini topadiganroq odam bo'lsangiz, mana ingliz tilini bilmadim, okey, nичего страшного. Rus tilini bilganimni evaziga man shunday нормальный joyda ishlaganman. U yerda man toza kassada turardim. Просто yana shunaqa русскоязычный sreda bo'lganiga, русскоязычный community hamma kelardi. U yerda gaplashib, bir вообще Amerikaga kelganim birinchi paytimdagi ishim bo'lganiga, Amerikaga kelganimda mani qandaydir bir terapiya bo'lgan men uchun u ish. Chunki men faqat amerikanецlarni emas, o'zimni tilimda gapiradigan odamlarni ham ko'rib, applikatsiya qilib, qandaydir bir yaxshi ishlaganman. Qilgan ishlarimni istoriyalari mana shu. Shundan ham vывод qilsa bo'ladi ayol kishiga qanchalik darajada qiyin karyera qilish, nimadir qilish. Chunki, baribir bolalar uchun applikatsiya qilasan, беременность, роды degandek, keyin chaqaloq, mana shunaqalar bilan bo'linib man несколько ishlarda ishlab chiqqanman. Bugungi videodagi oxirgi savolga javobim, Amerikani nimasi yoqadi? Amerikada bizga yoqadigan narsa komfort. Komfort, komfort uchun qolaversa siz borlig'ingizni sotib oladigan, yo'g'idan bor qiladigan emas, доступный, почти juda hammaga доступный bo'lgan komfort. Uning uchun siz boy bo'lishingiz, uning uchun siz qanaqadir bir laksheri hayotda yashashingiz shart emas. Oddiy hayot ham полно komfortdan. Тем более agar siz sal harakat qilsangiz, salgina bir mehnat qilishni, bir pul topishni qiziqadiganroq o'zbek bo'lsangiz, bu yoqqa kelganingizdan keyin sizda hamma возможность, чтобы вот прям от души mazza qilib yashash uchun. Mashina haydash bo'yicha ham aytmoqchiman. Bu yerda yo'llarda mashina haydashni o'zi bir удовольствие. Hech qanaqa hech kim bir marta ham signal bosgan tovush eshitmaysiz Amerikada. Bir marta ham. Masalan, man 16 yildan beri mashina haydar ekanman. 15 yildan beri mashina haydar ekanman, lekin 15 yildan beri bir marta ham signal bosilgan, bip bop qilib berganlarni ko'rmaganman, eshitmaganman. Настолько bu yerda как бы спокойно ездит, hamma spokойно, hech kimga o'zini ko'rsatmaydi. Chunki bilasizlarmi nimaga? Chunki mashina bu yerda qanaqadir bir roskosh emas. Mashina hamma могут себе позволить. Amerikada kimdir boy bo'lsa, значит, tish tirnog'i bilan yopishib harakat qiladigan odam ekan deb tushunasiz. Kimdir kambag'al, oddiy takoy, qorni to'q, usti but, kuni bo'lsa Qurbon hayit deb yashayotgan bo'lsa, он не хочет трудиться и mazza qilib boriga baraka deb oyog'ini osmondan qilib yotadiganlardan ekan deb tushunasiz. Shundan kelib aytmoqchimanki, что Amerikada o'zingizni qo'lingizda, какую как бы жизнь выбрать, o'zingizni qo'lingizda vыбор sizga. Meditsinani hamma yomonlaydi, lekin to'g'rini aytsam, hamma deganim endi o'sha bizani SNG davlatlardan kelgan blogerlar ko'pchilik yomonlab chiqadi YouTube'ga, Instagram'ga, lekin to'g'risi man bitta ham yomon narsa ko'rmaganman meditsinadan. Mana bolalarim shu yerda tuqqanman, bitta og'riqsiz, bitta dardsiz, masalan, mana 3 ta bola tuqqan ayol sifatida man dard nimaligini bilmayman, sixvatga nimaligini bilmayman. Xudoga shukr, man shunchalik darajada menga hamma narsani oson qilishganki, man tug'ish protsessini man bilmayman. Mana masalan, bironta o'zbek ayoli mana shu narsamni eshitsa, O'zbekistonga borganimda aytganman, ovsinlarimga, qayinsinglim, qarindoshlarim, xolam qizlari hammasi shokda bo'ladi. Bunda qanday bunaqa bo'lishi mumkin deb. Вот американская медицина. Man kesar bo'lmaganman, естественным путем tug'ilganman. Bolalarim Xudoga shukr, mana ko'rasizlar, ko'z tegmasin, bolalarim sog'lom, hamma narsalari yaxshi. O'zim ham hech qanaqa problemam yo'q. Masalan, meditsinasini maqtashga yana bitta sababim to, что mani miyamdagi opухolni kesib operatsiya qilib olishgan. Operatsiyaga kirishimdan oldin menga aytishgan, ko'rsatishgan, что nimalar bo'lishi mumkinligini. Aytganlarini ichidagi mizerniy narsasi bo'ldi. U ham bo'lsa, вот yuzimni nervasini kesib tikilgandan keyingi осадок. Shunchalik darajada yuvelirniy ish qilishgan mani doktorlarim, что man hozir Xudoga shukr bolalarim oldida sog'lom yashayapman. Вот это тоже американская медицина. O'shaning uchun men amerikanskiy meditsinadan judayam minnatdorman. Kerakli paytida, kerakli joyda bo'lib qolganimdan ham man xursandman.
O'shaning uchun Amerikani nimasi yoqadi degan savollaringizga qanaqadir konkretniy javob bilmadim nima deyishni, lekin вот komfortniy hayot eng главныйsi. Bu yerda gap Amerika haqida ketyapti, o'shaning uchun Amerika haqida aytyapman. Lekin O'zbekiston haqida gap ketadigan bo'lsa, Xudoga shukur men g'ururlanaman. O'zbekligimdan, O'zbekistondan ekanligimdan, yurgan joyimdan O'zbekistonni hammalarga tanishtirib yuradigan o'zbekistonlik qizman. Bugunga mana shu gaplar. Yana savollaringiz bo'lsa qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.